Assalomu alaykum. Mashrab programmamizning qizg'in ko'rarmanlari. Assalomu alaykum. Mashrab xumar do'st yaranlar. Assalomu alaykum. Mashrabga bosgan xush qadamlar. Assalomu alaykum. Quyosh yuzlik mehmonlar. Güzellik sözlengen, mehir muhabbet kuylengen bugünkü balın meşrifimizden heminglarga o'tliq salom. Yaxshilik so'zlangan, yaxshilik so'zlangan, yaxshilikdan ro'naq tepayotgan, ham yaxshilik bilan elga choy sunayotgan, balin kuylangan bugungi mashrabdan har biringlarga oliy ehtirom. Hammamiz avtonom rayonimiz qurilganligining 60 yilligini tantana qilayotgan 1 avgust armiya bayramini qutlayotgan mana shunday xushalik paytlarda biz yanala mashrabimiz orqali muhabbatlik hikoyalarni so'zlaymiz. Yaxshilik haqidagi tamsillarni misol keltiramiz. Xo'sh, Mirshabdek, endi biz yigit beshini elga tanishtirib o'tgandan keyin mashrabimizni boshlab ketaylikmi? Xo'p, bugungi mashrabimizning yigit beshi hurmatga sazovar shundoq bir kishi. Ma'rifat beg'ida to'psi ulug', tadqiqot izdinish bilimdir ishi. U bo'lsa-mu, Ma'arif beg'idagi to'hpikor ustoz, professor, Xinjiang Universiteti Filologiya instituti doktor yetakchisi, atoqli folklor tadqiqotchisi Abdukirim Rahman efendi bo'ladi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum mashrab ahli. Assalom ekran oldi ko'rmanlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xotan Balim xalqaro savdo-cheklik shirkati birlashib o'tkazgan bu katta mashrifimizga bosgan qadimanglarga marhaba. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yillik kunida bugünkidek katta mashrab orqali Balim shirkati mashrab ahliga o'zining ko'ngilchiligini sunibdi. Biz bununla albatta hammamiz chin qalbimizdan teşekkür etimiz. Acır mehnat meyvesinden sunulgan bu ko'ngilchiyi bereketlik ve şerbetlik bo'lg'ay. Rahmat. Mirshabdek, yigit beshi aytgandek, bugungi mashrabimizdagi biz ichmoqchi bo'lgan choy to'liq huzurliq choy. Chunki bu elga sunulgan minnatdorlik choy. Balim shirkati bu navbat ikkinchi qitim elga mashrab choy sunib o'tiribdi. Uning ustiga bugun Balimning qurg'uvchisi Ubiljon Hasan apandi oliy maktab bitirganligining 16 yilligi munosabati bilan qon qarindoshlarini, savodoshlarini bir yerga jam qilib, elga ikkinchi navbat mashrab choy sundi. Hammamizga ma'lum, Ubiljon bu yil mamlakatlik yezi yoshlarining 5 boshlamchisi. Mamlakat bo'yicha 4-may yoshlar medaliga erishkichi. Avtonom rayonimiz bo'yicha yoshlarning igilik tiklash ulgisi, Xotan viloyati bo'yicha axloq namunasi qatorliq sharafli nomlarga erishib, faxrlik yoshlarimiz qatoridan o'rin olib kelmoqda. Ubiljon mana mushundoq xushallik kunlarda natija qozongan bugunida avom xalqini, yurtdoshlarini, ota-onasini hargizmi unutqanmadi. Shundaq minnatdorlik to'lgan yuragi bilan bugun elga choy sunmoqchi bo'ldi. Bu choyning birinchi piyolasini o'zini tarbiyalab o'stirgan suyimlik ota-onasiga sunmoq bo'ldi. Xo'sh, endi biz suyimlik ota-onalarning sharafiga bag'ishlangan tuvandagi naqshimiz bilan mashrabimizni boshlab ketamiz. Sizler bilen alem
Temizge bulunsak aman, mehri ateşten güzardır. Vicdanı pak ata canları. Yaşalgam güzarlarım, ey anacan ata canlarım, ey anacan ata canlarım. Mirshadda ko'pchilik e'tibor to'plamaydigan mundaq bir xush xabar bor. Yaqında Mərkəz Şinjanның to'qimchilik kiyim-kechak sohasining sog'lom taraqqiyot uchun madad berib, ishga o'rilishi salmoqini yuqori ko'tarish uchun yetakchi fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bu fikrda Şinjanningki to'qimchilik kiyim-kechak sohasini izchil taraqqiy qildirib, Şinjandagi har millat xalqining ishga o'rilishi salmoqini zo'raytirish haqida fikrlarni o'tirib qo'ydi. Demak, bundaq bo'lganda 2020-yilga bag'ishlab Şinjannning to'qimchilik kiyim-kechak sohasi xeyli zo'r darajada ilgari surilib, nurg'unlagan yoshlarimiz muqim xizmat o'rniga ega bo'ladi degan gap. Darvaqa Balim şirketi mushundoq yaxshi siyosatlardan unumli foydalanib, izchil tirishib, yo'l ichib ilgirlab kelyapti. Balim şirketi hozirgacha 700 kishini ishga o'rinlashtirib, egilik tiklash jihatda oldingi qatorda ko'zga ko'rinib kelmoqda. Balim şirketida ishlayotgan tirishchan qiz-yigitlarimizning chivar qo'llarida to'qilgan gilam, atlaslar bozor rastlarda ko'zlarni qamashtirmoqda. Shundaq, bayatdan siz aytib o'tgan 700 necha xizmatchi ishchida 100 ga yetmagan oliy maktabni bittirgan yoshlarimiz bor. Uningdan boshqalari bo'lsa dehqon chorvachilarimizning oilada ish kutib o'ltirayotgan farzandlari. Mana bu yoshlar Balim shirkatida o'zining chiqish yo'lini topadi. Atlaschilik korxonasida ular qandoq atlas to'qishni o'rganadi. Gilamchilik korxonasida bo'lsa, ular o'zining muhabbatini, hissiyotini gilamlarga singdiradi. Xo'sh, endi biz ana shu muhabbat hikoyalardan anglab boqaylik. Parmaklarım oynaydı
Murshid bek, tuyuqsiz esimga mundaq bir hikoya kelib qoldi. Boy qini so'zlang, bugungi mashrifimizda hikoya bo'lmasimi bo'lmas. Burun bir yigit qaqas cho'llikni kesib o'tibdi. Mengibdi, bir yerga borganda bakmi ustab ketibdi. Chanqagan yigit atrofdan usuliq izlabdi. Dal mushu vaqtda bir buloqqa ko'zi tushibdi. Xo'shalligida yigit buloqning yeniga berib uchumlab suvlarni ichib toza qinibdi. Kayniga mengib safarini davom qilay desa tuyuqsiz ustozi yodiga yetibdi. To'xta. Bugun kunimga erishtirgan ustozim bor edi. Shu hurmatli ustozimga men qinib ishgan mushu tetimliq suvdan ozroq elib olay deb tulumga liq suv to'ldirib elib mengibdi. Oxiri ko'zlagan nishonga yetib berib ustozining uyiga kelibdi. Assalomu alaykum hurmatli ustozim. Yo'lda bakmi chanqagan edim. O'zimga bakmi tetigan buloq suyidan sizni tetib baqsigan deb keldim deb ustoziga ishki qo'llab sunibdi. Ustozi tulumdagi suvni ichib rohatlangan hissiyatda rahmat balam, umring uzun bo'lsin, sendan rozi bo'ldim, suv bakmi ichishlikkan debdi. Shogirdi buning bilan hardiga chiqib, ustozi bilan xo'shlashib uyga qaytibdi. Ustoz atrofidagi boshqa shogirdlarga tulumdagi suvni ichib yiqishni tavsiya qilibdi. Shogirdlar ichibdi-yu, darholla suvni og'zidan chiqarib yetibdi. Voy ustoz, nimanchi qirtaq, boyatdan siz ajoyib tetimliqkan balam degan edingiz, bu soxtipazlik-ku debdi. Bu chaqda ustoz kulib turib, "Yo'q, bu soxtipazlik emas. Bu mehr muhabbat. Chunki uning menga sung'ini oddiy buloq suvi emas, u mehr muhabbat suvi. Shunga men uni bakmi ichishlikkan dedim" debdi. Bah. Acaba tatlı bir hikaye anladık dese, dervaqa mihir muhabbetinin küçük kudretlik, lezzeti çeksiz. Mihir dillağa singende yürekler bolarken gamsiz. Bugünkü meşrifimizden bir söz, mihir bir işini unutma. Bir kadem bir Menzilim seher Yollarının bayanı Bəxitke kadar Arkamga bakımın Zalimen nezer Çeçer yiraqmen Ben tuğulgan yer Bir kadem bir şen Menzilim seher Yollarının bayanı Bəxitke kadar Arkamga bakımın Zalimin nezer Nur çeçer yiraqden Ben tuğulgan
Nurşat, Mayra. Xo'sh, hurmatli yigit beshi. Hakikaten meşrep edep ahlak mektebi. Mehri muhabbet, yakşılık, inaklık, iştibaklık mektebi. Sıla burunqa her san meşrepte nayeti ehmiyetlik temilar boyunca mikro hikayelarını tüzüp keng körülmellerinin kızgın alkışıga eriştinler. Bu mikro hikayelerinin el arasındaki tesirime nayet çoğun bulavatıdı. Bugünkü itibaklık köylengen, mehri muhabbet sözlengen, yakşılık közlengen, muşu kattı meşripimizdi mi? Muşunda mikro hikayeler arkalık cemaatçilik bilen ortaklaşsak kandak. Ferman berdarımız yigit beshi. Bugünkü meşrepimizdeki hikayelerimiz xilma-xil, mazmunları ko'p farklı. İsmim Ahmet. Bu yıl 22 yaşga kirdim. Toluqsiz o'tir maktabni bitirgandan keyin izchil bekorchilikda yurgan edim. Gohida o'zimga o'xshash bekorchi og'aylarim bilan lag'oylab yuratdim. Buning bilan so'qishib, qizlarga so'z tashlab izza eshitgan vaqtlarim ko'p bo'lgan edi. Texi xijil bo'lmay, to'van turmush kapolatiga iltimos yezib ulgurgan edim. Lekin menga o'xshash yoshdagi yoshlar hammasi o'z kuchiga tayanib yashayotganligini ko'rsam azoblanatdim. Yaqinda uydagilarning xizmat ishlashi bilan yezimizda xat ko'targan yosh korxonchi qurib chiqqan tikuvchilik zavodiga ishga tushdi. Tova, ilgari bekorchilikda bilmabdiman. Bu yerda halol amgigi bilan ko'klayotgan yoshlar ichida mening tang tushlarim borkan texi. Mana hozir bara-bara o'zimning qimmatini his qilyapman. Aslida bekorchilik u insonni tushkunlashtiradigan. To'g'ri hunar kasb odamni qimmatga, hurmatga ega qiladigan. Mana qarang, men hayotimda tunji qitim halol amgigimning shirin mevasiga ig'iz tagdim. Agar birisi mendan insonni qanday ish-g'aflat bostirdi desa, men mundaq deb javob beraman. Yoshlar, halol emgakning mevasi hammadan taqliq ekan. Bekorchilik odamni g'aflatga boshlaydi ekan. Nemu boyuma. Guys, ne baksa ikilense babamla oynatma. Onlarım yok mu? Tahriye! Tahriye! Onlarım yok mu? Tahriye! 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 Telefonu qo'yaman. Shunday chiroyli ekan. Opa, bu rahmat qilmoqchi. Sizga ko'ylak tikib beray deyman-ku. Mushinimi? Ha, yaratmayaptamsiz? Tekisatgan-ku. Undaq demang, qizim. Hozir kim kiydi buni? Ay, undaq desangiz bo'lmaydi. Asli bizning urf-odatimizda mushtaq rangli atlas ko'ylaklarni kiydigan qizim. Har qanday odamning o'ziga xos xoslik bo'lishi kerak. Mana mushu bizning xos kiyimimiz. Bir ko'ylak tikib beray, ha? Yol beğenmemse. Bu yolda karma yol işlemez sen beni. Bu pongoz kıla. Vay bu. Çok gündüz de adamla sokacağım sen. Karab durup bu yol beğenmemse mi yakka? Sen ne gep olsun oldu? Ha? Şimdi gep oldu. Urşa. Tokşa. Çoştur. Uruşqalan acırt qo'ymay bir surat tortib yurasiz-a? Bu nimani ajırtın nimani? Bunda madaniyetsizlikni oqirib telefon tortib to'r chiqilish kerak, tushundingizmi? Urushqa
Urushqalarni ajratib qo'ymay, surat olib chiqib ketganing o'z madaniyetsizlik bo'lar. Ziq. Urushqalar bo'ldi, Özünün zor tirishchanligi ham sifatli mal ishlab chiqarish texnikasiga tayinib, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonimizning ishchi hamsirtida olqishga erishib kelayotgan Xotan Balim xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati qurilgandan tartib ta hozir qadar sifat ham texnikani birinchi o'rin qo'yib, egrik tiklab yo'l ichib keldi. Balim şirketi Şinjanның to'qimchilik, kiyim-kechak kasbining sog'lom taraqqiyotiga yaqindan moslashib, bu sohada nurg'ulg'an kasb egalarini tarbiyalab, ish kutib turgan yoshlarni ishga o'rinlashtirib, shirkatning amaliy kuchi ham taraqqiyot saviyasini yuqori ko'tarib keldi. Balim şirketi Xotan viloyati Qarqash nahiyasining Zavod yezisiga joylashgan bo'lib, zavod ko'lami 14 ming kvadrat metr. Bu shirkat navbatda zavod ko'lamini jiddiy kengaytirish sababli jamiyat ish kutib turgan 1000 dan ortiq xizmatchiga jiddiy ehtiyojliq. Balim şirketi asosli kiyim tikish, setish, o'quvchilar formasini loyihalash, har qaysi organ idora jamiyatlarning xizmat formalarini loyihalash, sifatli gilam atlas to'qish ham bu mahsulotlarni eksport qilishni asos qilib keldi. Tilga ilishib arziydigini Balim şirketi har yildagi Yid bayram ham xatir kunlarda xayr-saxovat faoliyatlarini o'rinlashtirib, yurtdoshlarga g'amxo'rlik qilib keldi. Bu shirkat qurilib, hozirga qadar o'z yurtining ma'rif ishlariga 2 millionga yaqin pul iyona qilib, yurtining ma'rif ishlarining taraqqiyotiga belgilik to'kib qo'shdi. Yaqında Xotan Balim xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati markaziy shahar Urumchining Janubiy Shinfa yo'lida tarmoq do'kon ta'sis qildi. 2015 yil 7-oyning 13-kuni bu do'kon rasmiy tijorat boshladi. Sifatlik zamonaviy ayollar kiyimlari hamda Balim atlas korxonasi to'qilgan rangdor shipak atlaslar kishining ko'zini chaqnatadigan bo'lib, kishilar bu yerda tirishish, izlanishning mevasini ko'rdi. Bu shirkat kiyim-kechak madaniyatida an'anaviy madaniyat bilan zamonaviy madaniyatni birlashtirib, ana shundaq yangicha xoslikqa ega kiyim-kechaklar ham atlaslarni bozorga silib, shirkatning keng taraqqiyotiga puxta qadam ham ulsamoqda. Sabaha bizden dualar ol dilrabaha bizden dualar ol dilrabaha gözleri çolpan şerif raman zulfi perişan kaşı karaga zulfi perişan kaşı karaga Turmadı hergiz ahdu vafaga
kashta mashrab qilmas mu feryod jallodi ko'zlar olsa oraga jallodi ko'zlar olsa oraga dil kashta mashrab qilmas mu feryod jallodi ko'zlar olsa oraga jallodi ko'zlar. Hürmetli yigitbeshi, yaşlığımızda jürgümüz qaynaq bo'ladi ekan, hayajon keldi ekanmiz. Lekin nemishqildir fikrimiz yanada tezroq bo'ladi ekan. Yaxshilik haqida har qancha ta'riflik so'zlarni qilsaqmi, voyaga yetmagandek his qilyapmiz. Shunga o'zingizdan ta'lim olg'imiz bor. Bu meşrepning nomimi yaxshilik meşrepi deyilibdi. Dünya hakikaten yaxshilik bilan güzel. Ko'rib turibdimizki, oddiy Dixon oğlanı Oblasan başçılığındaki Balim şirketi baştan ahir özünün kıskıgına hayat musabısıda elgi mehri muhabbet bilen yaxşılıkni özünün hareket mizanı kılıp kelgen. Yaxşılık hakikaten o en güzel bo'lgan kishilarning odamiyligini o'lchaydigan muhim belgilarning birisi. Ulug' mutafakkur shoirimiz Alisher Navoiymi o'zining g'azallarida odamiy irsang demigil odami xalq g'imidin g'imi bo'lmaganlarni deyish orqali xalq bilan g'annat bo'lish, xalqning g'imiga hamdam bo'lishni alayda tashabbus qilib kelgan. Balim şirketining lideri Oblasan baştan ahir mana bu shu ajdodlarimizni qolgan ulug' xabarga suyunib o'zining har bir qadamini yaxshilik bilan tejab keldi va bundan keyin bu shunaqa qilishiga men tilakdoshman. Bu acayip seherlik dünya suyulgan bar suyulmagan bar bo'lavermas har kim
ayol yo'ldoshi bilan qopilishib qolgandan keyin ko'ngli yerim bog'chada yig'lab o'ltiribdi. Becharaning ko'z yoshlari taramlab tushibdi. Dal mush chaqda qog'oz setayotgan bir qiz bu ayolning oldiga yugurib kelib bir bo'lak qog'ozni "Men hada" deb sunibdi. Ayol qog'ozni elib, pulni apamamoqchi bo'lib qarshig'ila qiz taxlab sakrab ketib qopti. Ayol qizchaqning o'maqliqidan so'yinib, qog'ozni asta elib ko'z yoshlarini surtibdi. Bara achchig'a paslabdi. Shuning bilan yo'ldoshiga "Kechiring, mendan o'tib ketib qopti" deb uchur yezibdi. Tutildab turgan yo'ldoshi uchurni ko'rgandan keyin yurga ajoyib muhabbatlik bir hissiyotda xushalliqqa to'lib, ayoliga bir dasta gulni elib, oilaga qaytibdi. U gulni alashida Gulchiga 100 so'm pulni hadiya qilibdi. Gulchi buningdan bakmi xush bo'pti. Qarsi bir mo'may o'yinchiq setib o'ltirgan. Gulchi mo'mayning oldiga berib o'yinchiq setib olibdi. Necha kundan buyon savdo qilmagan mo'may buningdan xushal bo'lib, tushgan pulga go'sht elib navrisiga o'xshagan g'izo atmoqchi bo'pti. Shuning bilan u qassobdan go'sht elib uyga berib o'xshagan tomoq etibdi. Dal bu chaqda yiliq qog'oz sotgan o'maq qiz taxlab sakrab, "Mo'ma, men bugun jiqqida qog'oz sotdim" deb uyga kiribdi. Ikkisi huzurlanib o'tirib, o'xshagan tomoqqa ig'iz tegibdi. Bir g'irib ko'nglini qila olsang shod, barobar yer yuzini qilganga avod deydigan gap emas. Yaxshilikni undaydi, yaxshilikni chiqmaydi. Aydın yıra, inar yüreğimni bırak. Ne ki yarimni görey, oh yanmasa dilda çırak. Gözüsümün zincirini, üzgünü bir bunca yok. Ne ki bunca türmesi de yatmışım güldün uzak. İnar yüreğimni bırak. Yakılmaz bu istiyak, inar yüreğimni bırak. Yakılmaz bu istiyak. Ne mukamlı kurcun edin, tükülüp bir kal gazel. Ne esiridin yetilip ketken kuşak. Ne utunsi nakşisidin lağlı reyhan levleri. Dörtüyüp ne çıl bayağı gafil çekerken bulak. İnar yüreğimni bırak, yakılmaz bu istiyak. İnar yüreğimni bırak. Yakılmaz bu istiyak. Mansa heydep koylarını, cangileten binnecep. Nasya eytip ne ki canın oldedin ötken can. Cennetten ayırgan ne ölüm hamanları. Ölse ya tüger ya tügümez bu iştiyak. Hoca gördün nişanı, kimdeki canın senin. Can ara canan kör bulgun hıcalettin yırak. İnar yüreğimni bırak. Yakılmaz bu istiyak. İnar yüreğimni bırak. Yakılmaz bu istiyak. Ballık vaqtlarimni əsləsəm, çoğ anamның hoylasida qushlar uvu yasab olgan edi. Ba'zida bekor vaqtlarimda topshiriqimni ishlab bo'lib qushlarni kuzatatdim. Ana qush birdan uchib ketadi-yu, yana tezlik qaytib keladi. U og'izdagi dallani baliq qushqashlarga to'xtamay saladi. Baliq qushqashlar ana qushqashga talmirib, damlarni shunday huzurliq yeydi. Ular qarab masligim keladi. Mana ana bo'lgan bugungi kunimda bu hissiyotni qaytadan aslasam, qaytadan tushunib yetsam, bu buyuk ana muhabbet ekan. Shundoq. Bu ana shundoq ulug' ana muhabbati. Bu mengu o'chmaydigan, balki mengu lovuldaydigan ulug' muhabbat. Jinim ana,
siz bo'lg'ash hamma g'am g'usullarim ko'tarilib ketadi. Jinim ana, siz bo'lg'ash dunyo menga bekmi kangri, bekmi muhabbatlik bilinadi. Jinim ana, siz bo'lg'ash men bek xushal yashayapman. Jinim ana, siz bo'lg'ach mushkulotlar osonlashidi. Siz bo'lg'ach hayotlik davomlashidi. İşini ufraylı. Kızlık yapıldı kalkandınız ha. Açmış şillerde. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oy. Kim geldi? Dada? Oy, vallahi kaga o'xshaydi. Valla? Ha. Qarab bakay. Assalamu alaikum. Ballar ketdi. Assalamu alaikum. Dada. Assalom, qanday qilib keldim? Yaxshi. Kela balam, kela. Kela. Chiqay, hajab obdan chaqdi kapslar. Hozir tamoq etib, nisivanglarni olib qo'ygan. Voy bo'ldi, qo'zg'imiz to'q. Asli qo'saq to'xti. Biroq mushu Pollarning gapini anglab, yes, azroq yegim keldi. Ha. Mana men demedim bu. Ha, ma'qul. Voy, dadisi, tinglatqidiki tovuzni. Ha, ma'qul. Ay, og'rimaga, dada. Dada, men yordamchayma. Ha, bo'ldi balam. Bo'ldi, mana. Qani. Ay balla. Voy xudoyim, Battiq kamaysizlar. Ballarni ko'rib aldirab. Ay, dada. Mekla. Uydagi seriq shkop yo'qtirdi, almashtiryaptingmi? Ya onu ishga buzib qapti-ku. Ne chiqib o'ngishsam bo'lmadi. Mani Ruslan shu to'rdan dedimi, akaldi qo'y. Konuschu. Konusni amba uyga akirib qo'ydik qo'y. Kela tamoq. U shkopni opam bek yaxshi ko'radi. U shkopda opamning hidi bordi. Ha, ras. Opamning resmiga joyida bordi. Resim babalam joyiga iliqliq. Avval tamoq Tamoq. Elanglar. Tamoq kelinglar. Joyishing avval. Ras, dada. Ha? Opamning kiyim-kechaklarni chamdan silib akitay. Hele nasirga kuyimi tushkil turibdi. Ha, ras. Taqib olgan partuqni opam tikkan partuqqa deyman guldan tunib oldim. Ranjimisingiz bir yeyish bergan, uni akitay. Hey. Ha, ma'qul. Balam. Apangdan hamma narsasini akitib bo'lding. Bir malli qolgan. Shu dada, seni akitay desam haqiqatan Niyoz xopamga chidamaysa. Mundaq Haras, Ruslan tamoq yedimi? Ha, tamoq yedi. Teqi oldimdilam. Do'stlarim bilan ko'rishib kelay deb chiqib ketgan. tamoq bilganga avval ha. Qo'tilda olib berdi ekansiz. Sizlar bilan maslahatlashgan bir ish bo'pti. Ha, to'g'ri. Balam, hay. Men oldi bilan. Tamoq yanglar. Ma'qul. Tamog'inglarni yanglar. Anandan keyin, sizlardan bir so'raydigan maslahat bor. Xushxabar. Xushxabar bo'lsa anglayli. Ha, anglab bo'ldim. Ha? Anglab bo'ldim. Ruslar üzüldüdü-ma? Ha. Mandada. Qo'shildingmi balam, qo'shildingmi? Ha? Xush bo'lgansa qachon ha? Voy qo'shilmamdim dada. Niyoz xobam bilan ishqilab bekitib bo'lgan ishga qo'shilmay haddimmi? Sen angladingizmi ha? Balla qo'shildi. Bu ishni shunda bekitdik qamiz. Bek yaxshi bo'pti. Tamoqni bekinglar. Tamoqni bekinglar. Elanglar. Shu. Men Niyoz xobam neli sayatga bordig'imni anglab, rahmat opam uchun shunda qo'shib ketdim degina. Opam ko'migan davlat rohatni hamma bo'lsin Niyoz xopam ko'gidek, ajabmi talib ekan deb shunda qo'shib ketdim. Bala, sana demoqchi bo'lgan ish asli bu emasdi. Nima? Endi Ruslan loyiq tepdi. Voy, Ruslanmi? Voy kimga? Ha, o qizni sizmi tanıysiz? O qiz doktor, mening singlim Hajarning qizi. Siz tanıştırdınızmı? Voy yo'q. Bilan bu mandaq ish. O'tganda men og'rib yetib qolgan vaqtimda o'sha Aynur qiz necha navbat o'sha uyga kirib menga asma urib qo'ygan. Shunga
Şu çağda ısığı düşüp kalğa okşaydı. Niyaz Xaçamdan sınırlısı bilen kuduğunu ekenmiz. Tupqa üstüge tupqan bolsak, nemi degen yaxşı bu? Yaxşı katta iş Boptan boptu, belen boptu, ha? Belen iş bu. Her hastada, ma işkinlarının sayatı bardıgan iş kandaq iş. Ha, oturma. Ay bu iş mındaq balam. Otur, ha? Oturma. Ben bu tur pek kesel olap bir ağrıp yetip kaldım. O Neshan apang pek sapadı kaldı. Bu yıl karasam hele avalım mı yaxşı. Şoňa ma Neshan apangny elep abi onun 5 gün da Yaxşı yoktu. Çoğunlar degen sayahat qilish kerak. Ro'y götürüp qaldı. Tekimi sağlam bolýar. Yaxşı iş. Sayahatga az pul ketmeydi da. Onun üstüge Niyaz Xapamның hiç qanday kirimi bolmasa, inim Rosanның toyunu qildigan pul keter. Onun gibi ançımınca tayarlığımız babala. Vay dada, toy degende onda asan qıgıl bolmaydı. Vaqti kelsa, kız tarafning yo'g'on gapi chiqib qolib qolsa, inim Rosanның ro'yi chiqib ketmisin deyman go. Men sayatishida men qat'iy qo'shilmayman. Opam ko'rmagan rohatni sizlar ko'rsizlar ravo bo'lmas. Halida, gapga diqqat qil bilan. Cho'nglarga nima deyapsiz? Cho'nglarga azob ema. Opam hayat vaqtida sen uni nega gapirib baqqan? Opam mushu uynidan yurtig'imi necha yilda aram bir baratdi. Lekin Niyaz opam yilda bir beryotdi. Opam shunday qattiq qo'liydi. Ba'zi uni tillaydan ayta uni urib qo'yatdi. Lekin Niyaz opam uyimiz kelganda boshlabdan ma'qulni boshqani bilmas bo'ldim. Mana endi bir yil kesingni beqib qo'ygan sayat gapirishni planlab etibsan. Rahmatli opamning ruhi qancha quvonayotgandi. Sen Halide. Bo'ldi qizim. Endi mening gapimni anglang. Sayohatga berish o'rtog'ingizning plani. Men tek qo'shilmadim. Bu uyga kelganimga 6 yil bo'ldi. Yo'ldishim tugab ketgandan keyin qaytib to'y qilmasman deb o'ylagan. Qizlarim mendan ansirab uyimizga aklimiz deb turib oldi. Kuyovimning oldida beab bo'lib qoldi ekan. Taqdirning irodasi bilan dadingiz bilan bir uy kirdik. Dadingizning, sizning Ruslanjonning xizmatini qilganimdan hech qachon og'rinib boqmadim bolam. Pulim bo'lmagan bilan ko'zim to'q. Bu uyga kelib anasi yo'qqa ana bo'lib rahmatlikning chirig'ini o'chirmay shu bolaga onalik mehrimni bersam, mening bolarimni yotning qulida yaxshilik ko'radigandan boshqani o'ylamadim bolam. Sizni tushunma qizim. Anaga chidamoq tez. Gayda o'zingiz bilib bilmay, dadingizga yoki men azor berib qo'ysiz, bolalik qilyotdi deb o'ylaymiz. Agar dadingiz qatilsa, rozilik bersa, Ruslanjonning to'yidan keyin men Yashanga Lasan turiyasiga ketay. Men orqali sizga azor yetib qolmasin. Odam yashanganda gap ko'tarmas bo'lib qoldik-ku. Niyaz Xaça, hergiz ko'nglingizni yerim qilmang, ha? Bundaq gaplarni hergiz demang. Bu Xolidaning og'zi ishtik bo'lgan bilan bag'ri yumshoq, ko'ngli tuz. Keling, o'tiring, ha? O'tiring, ha? O'tiring. Ko'nglingizni yerim qilmang. Keling. Yürkünlerde yamanlık yok. Lekin til degenning neştiri bo'ladi ekan. Qiyirliqdagi yolg'izchilik, meynatchilikdan Tangri saqlasin. Tang atmas uzun keçilermiş qiyirganda bak bilnemdikin tang. Niyazxon kelishdan burun g'oya keçilar o'zimdan bak qo'rqib qolatdim. Tuyuqsiz ejal yetib qolsa, ballı bilmey qalamı deb bak ansiraytdim. Silami aldıraş. Xizmat, turmush ritmi tez. Sizlarga amal yo'q. Bizni to'g'ri tushuninglar deyishga tilimiz bormaydi ekan, ballardan xijili bo'ladi ekanmiz. Gayda. Asli navbat meniki ekan toq. Anasi bak burun ketibdi deb qalma. Baba! Canım baba! Herkes ondan canım baba!
Yaşlıkta çandığımıgan bilen. Acizlap, qeyriganda adam muhtaç olup qaladı ki. Adamның көңілін ерім қылып, мәнің шынчы олар рәнжідің ма, дада? Ya balam. Sen de rencimedin. Niyazhan apan rencimesi la. Oyunum deydi Allah. Yazға апа. Bayam seni degендек, gayda apamға çıdımay yolsuzluk qısalıman. Lekin chin yürügümde itiraf qılaman. Sili boğaçqa apam tutqan öy, mana mushundaq pakız turvatıdı. Ben rəncimedim balam. Siz mi rəncimə? Belli. Mana emdi bo'ldi. Niyaz Qacha, bayıqdak ketimen degan gapni ikkinchi og'zingizga olmoqchimi? Bayki shu gapni devidingiz, dadamning chiroyida qanqamay tos qoldi o'shadan ketdi. Bu Xolidan muag'o, pong so'zlagan bilan ketib qolsangiz japoda qoldig'ini bildi obdan. Shu. Har astada nega sayatib bormoqchidinglar? O yak bağmaylı. Ha? Oy bo'ldi balam. Sayat qo'qit bormaydi. Sayat. Dada, qiydab qolsanda. Ya. Junim dada. Avon Niyazxon opamning aksi shu turpandan bir uy olib qo'yapti-ku. Şeyge berip lükçülerde bir kumgu kömülük kilamiz diga bu başka. Turpanga. Allah sıla çetellerini oylap gitsinler valla. Hey, arzu boğan bilen mağdur yok. Bu qiyriğandı juttun iraklap neyini kılmızam da. Yo, dada. Moş qiyirdim demanglar. Dadamni kashik chashda turib oldi. Adam qiyirdim degan sira qiyirli qizib ketdi ekan. Dada, Niyaz Qacha, bayatimdan beri Xolida sal oldinglarda akilab qo'ydi. Buni hargiz ko'nglingizga olmanglar, dilinglar ranjib qolmasin. Yo'q. Qiz bola degan shu dadaga akilaydigan. Ha, mana. Bola emas, hech qisi yo'q. Har astada sizlarcha turpanga biz oprayli. Ha, unda o'sam Xolida o'zi opasin gunoyiga. Uy, nima deydiganda sizni bilib borsiz, endi Qodir dadamni avolimiz. Ha, to'g'ri deding bolam. Qodir aqoncho biz bilan bilib borsin. Dadamning salomatligiga yor beramo. Bu soyatga chiqib bilan salomatligimizni yaxshilab kelamiz, hech bo'lmagan. Mayli juma unda bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Dadam xo'sh qiladi. Texmi ko'ngilli bo'lmadi. Shunday qilayli. Ruxsat elim, hammamiz bilib boraylik. Maqash jo'lashmadi. Ashna qilaylik. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli, endi biz Gulchay murosimimizni o'tkazib olamiz. Navbatda Gulchayni o'tkazib berishga bugungi Soyibxon Xotan Balim xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkatining qurg'uvchisi Obuljon Hasan apandini taklif qilamiz. Qani Obuljon, marhamat. Hurmatli mashrab ahli, bizning navbatli Gulchayimizni olgan o'rinning vakili xizmat munosabati bilan Ahmaydonga yetib keladi, lekin ekran orqali bizga salomini yo'llabdi. Xo'sh, qani. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Kilar sonliq o'qituvchilar bayrami bilan Qurban Hayit munosabati bilan o'tkazilgan Urumchi Ayxo ma'rif tarbiyalash markazi bilan Xinjiang xalqaro do'stlik ma'rif madaniyat almashtirish mulozimat markazi birlikda o'tkazilgan mashg'ulotlarimizga har qaysilarini taklif qilamiz. Dajaxo. 下届新疆电视台美食来普栏目由乌木齐市爱华教育培训中心和新疆对外友好交流服务中心举办，欢迎各界朋友积极参加。 Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Kelar qatimliq mashrab Gulchaynaga o'rinning mashrabning ko'ngillik o'tkazilishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Ko'pchilikka rahmat. Bugünkü meşrep hakikaten nait ko'ngillik o'tdi. Bugünkü meşrepning mazmuni butunlay insonlar o'tirisidagi mehr muhabbat, yaxshilik, inoqlik va ittifoqlik bo'ldi. Bu navbatda nait muhim aktual tema. Biz uchun mana mushundaq meşrep orqali mushundaq ideyalarni keng tashviq qilish, san'at va boshqa yo'llar bilan omma ishida yildiz tatqizish bu hammamizning o'rtaq mas'uliyati va burchi. Shunga men bu mashrabni nihoyat yaxshi ko'ngillik mashrab bo'ldi deb qarayman.
namım elde